Sharqiy Turkiston Cumhuriyet gününü hatırlaş her bir Sharqiy Turkistonlikning milliy va vijdoniy burchi. Milliy bayramlarini hatırlamaydigan millat, tarixdan izi yo'qolgan millat. Hatırlıgidek milliy bayramları, milliy qahramonlari turib hatırlamagan millat, nodon millat. Bundaq millat tarix sahnasidan süpürilib tashlanadi. Xatiremden. 2018 yılı 6. ayının 23. günüdün başlap Amsterdam Dam meydanıda Xitay hükümetinin işgaliyeti astidagi vatanim Sharqiy Turkistonda elib berilayotgan irqiy qirg'inchilikni dunyoga anglatish uchun elib borgan yolg'iz kishilik namoyishimning eng yorqin, eng jalbkor nuqtasi shundaqla dunyoning har qaysi davlatlaridan kelgan sayohatchilarni eng hayron qoldirgani Xitoy hukumatining Uyg'urlarning ona vatani Sharqiy Turkistonda elib berilayotgan qirg'inchilikli bo'lib qolmasdan, balki Uyg'urlarning ona vatanining Xitoy davlati tarafidan mustamlika zaminga aylanib, egilik huquqliq bir davlatdan mahrum qilib, avtonom rayon darajasidagi oz sonliq millat darajasiga tushib qilishi edi. Dunyoning eng notunish joyidan kelgan sayohatchimi Tibetning Xitoy davlati tarafidan besivilingan bir mustamlika zamin ekanligini yaxshi biladi ekan. Ammo Tibetning qo'shnisi taqdirdishi bo'lgan Sharqiy Turkistonni, hatto bu zaminning egisi bo'lgan Uyg'ur degan bir millatning nomini anglab baqmaganlarmi haqiqatan ko'pkan. Shunga men tinish shakillik namoyish jarayonida eng avval ularga bu zaminning xaritasini ko'rsatib keldim. Men ularga Uyg'urlarning ona yurti Sharqiy Turkistonning Xitoy tajovuzchilari tarafidan besivilinib, atalmış Şinjan degan mustamlika nomiga o'zgartirilganligini tushundirganda ular hayron qoladi. Buningga ulapla Uyg'ur tarixi degan plakatimdagi Uyg'urlarning qisqacha tarixi, ya'ni Hun imperiyasidan tortib eng oxirgi 2 qatimliq Sharqiy Turkiston Cumhuriyetigacha bo'lgan tarixlarni ko'rsatganimda og'zini ichib qoladi. Ba'zilari Uyg'urlarning tarixini biladiganligini, bu millatning qadimdan tortib jangovar ham madaniyatlik xalq ekanligini deganda qalbim hayajonlanib ketadi. Bundaq ishlar Amsterdamdagi namoyish jarayonida nurg'un qitim yuz berdi. Bir kuni Germaniyadan kelgan bir sayohatchi Uyg'ur tarixi bilan yonma-yon qo'yilgan Uyg'ur qirg'inchiligiga oid plakatlarimdagi barliq suratlarni ko'rib bo'lib, yenimga kelib, "Jigit, beshingdagi do'ppangni jiroqdan ko'ribla Uyg'ur ekanligingni bildim. Sening vataningga 15 yil burun sayohatga berib, Urumchi, Turpan, G'ulja, Qashqar, Oqsuv qatorliq shaharlarni sayohat qilg'ash, Uyg'ur madaniyati bilan xeyli atrofli tanishgan edim. Uyg'urlar chet eldan kelgan sayohatchilarni bek hurmatlaydi ekan, ham bek qizg'in muomala qilib, o'ylarga taklif qilib, mehmon qilishni bek yaxshi ko'rdi ekan. Men Uyg'urlardek mehmon do'st millatni dunyoning hech qanday bir yerda ko'rib boqmadim. Usti ochiq tabiiy muzik tusini olgan qadimiy shahar Qashqardagi ta'sirotimni til bilan tasvirlab bera olmayman. Ipak yo'li madaniyatini yoritib, dunyoga madaniyat tarqatgan qadimiy tarixga ega bu millatning bugungi kunda Xitoyning bir balvoq bir yo'l siyosatining qurboni bo'lib, Xitoy hukumatining qirg'inchiligiga uchrayotganligini sening tashviqotlaringdan tafsiliy ko'rish jarayonida Uyg'urning qisqacha tarixi ko'z oldimda qaytadan namoyon bo'ldi. Deganda ko'zlarimdan ixtiyorsiz yosh chiqib ketdi. U yana shu topdagi hissiyotini tushunaman. Ko'nglingni hargiz yerim qilma. Bir millatning jangovarlik bilan yaratgan tarixi xotirlanadi. Qon va ko'z yoshiga to'lgan tarixi keyingilarga ibrat bo'ladi. Men Uyg'urlarning tarixini ularning shonliq ish izlari bilan aslayman, ham ochiq qismatinglarga histoshlik qilaman.
Orxun Uyg'ur xonligi Mo'ng'ul dalosini markaz qilib, O'rta va Shimoliy Osiyodagi keng zaminlarda hukm surib, shonliq madaniyat izlarini qoldirdi. Mo'ng'oliya va uning atrofidagi joylardan tepilgan mangu toshlar buning isbotidir. Tang davlatining poytaxtimi qo'ldan ketib, munqariz bo'lishga ozliq qolganda Uyg'ur Orxun davlatidan yordam qilib qutqizib olishni o'tindi. Uyg'urlar davlatining haqqoniy bayonchur qolgan fursatdan foydalanib, Tang davlatining zaminlarini besib olmasdan, balki 5000 kishilik sarxil qo'shin bilan yordamga avatdi. Yordamga borgan Uyg'ur qo'shinlari qisqagina vaqt ichida isyonchilarni taltuks mag'lub qilib, Tang davlatini munqarizlikdan saqlab qoldi. Uyg'urlar shu chaqda Tang sulolasini besib olib, Xitoylarni mustamlik qilsimi qila oladi. Ammo unda qilmadi. Bu Uyg'urlarning naqadar insonparvar ekanligini bildirdi. 1949-yili Xitoy kommunist hokimiyati qurilib, Sharqiy Turkistonga kirganda Uyg'urlarning sotsialistik davlat qurishiga yordam qilamiz. 5 yilda chiqib ketimiz deb sizlarni oldi. Orqadan uzun muddat mustamlik qildi. Mana hozir irqiy qirg'inchilik elib beryapti. Xitoyning bu rezilligi dunyoda kuchli qarshilik qo'zg'ish kerak. Sen bu tashviqotingda Uyg'urning tarixi va kimligi bilan bugungi qirg'inchilikni yaxshi birlashtirib, sayohatchilarga muhim uchur beribsan. Men haqqoniy da'voyinglarni qo'llayman. Mustamlikidan tezroq qutulib, mustaqil davlatinglarni qurib chiqishinglarni tilayman. Xitoy kommunist hokimiyati Sovet ittifoqi hokimiyatiga o'xshash g'ulab tushadigan kunlar oz qoldi. Mustaqil bo'lish fursatlar hamon keladi. Umidlik bo'linglar deb oxiratga Sharqiy Turkistonga mustaqillik, Xitoy ishg'oliyati ostidagi Sharqiy Turkistondagi jazo lagerlari taqolsin deb yezib berdi va men bilan xotira suratga tushib xo'shlashdi. Men yolg'iz kishilik namoyish jarayonida dunyoning har qaysi davlatlaridan kelgan Uyg'ur davosining haqliq da'vo ekanligini biladigan sayohatchilar bilan bundaq suhbatlarda ko'p qitim bo'ldim. Ularning da'vatqini sizlarning beshinglarga kelgan bu zulm, til bilan tasvirligisiz zulm. Balki bu ichinishli zulm sizlarning davlatinglarning Xitoylarning mustamlikasi ostiga tushib qolganligidan bo'lgan. Chunki Xitoy boshqa har qanday mustamlikchidan bakrak razil, ochko'z va qabih. Ular sizlarni mangu bosh ko'tarolmas qilib etishni, oxirida yo'q qilib etishni maqsad qiladi. Sizlar erkin davlatda yashayotgandan keyin bu yerda bo'lsa-mu erkin bo'linglar, kuchlik bo'linglar. Mustaqillik orzusini e'tiqodga aylantiringlar. Farzandinglarda milliy ruhni yetildirishga sal qaramanglar. Deydiganlarımı ko'p bo'ldi. Biz qanday qilib milliy ruhni uyg'ota olamiz? Qanday qilganda davlatchilik ideyamizni turg'iza olamiz? Men bu haqda ko'p o'ylandim. Biz Uyg'urlar islom diniga e'tiqod qiladigan musulmon xalq bo'lish sifatimiz bilan ummatning bir qismi. Ammo bugungi musulmonlarda ummatchilik yo'qoldi. Xitoylar buni yaxshi bilgachga Müslümanlar dünyasının aldıda bizge bemalol qo'l sola oladi. Xitoy milletining necha ming yillik zihniyatiga singib ketgan tiliyatning diliyat degan mafkurisi bo'lg'ashqa boshqa millatlarni azaldan dushman ko'rdigan Xitoy bugun bu aziz millatni qirg'in qilyapti. Endi bizning mavjud bo'lib turish qimmatimiz va asosimiz nima? Milliy ong va milliy davlat. Allah bizni Uyg'ur qilib yaratdi va Sharqiy Turkistonni bizga zimin qilib berdi. Har millatning xosligi Allohning bir oyatidir. Buni qo'g'dash imonning talabidir. Uyg'urlarning zimini va bu ziminning egilik huquqi Uyg'urga mansub. Bu ong bizning yetakchi ideyamizdir. Mustaqillikni o'z ruhimizda, ideyamizda, tafakkurimizda, faoliyatimizda amalga oshirishimiz lozim. Buning uchun qo'limizdan nima kelsa, shuni qilishimiz
oldi bilan buni dunyoga keng tashviq qilishimiz kerak. Buning nurg'un usullari va yo'llari bor. Buning ichida eng muhim bo'lgani har yili Sharqiy Turkiston Cumhuriyet kunini xotirlashdir. Sharqiy Turkiston xalqi 1933-yili 11-oyning 12 kuni Qashqarda va 1944-yili 11-oyning 12 kuni G'uljida orqa-orqadan 2 qatim Sharqiy Turkiston Cumhuriyetini qurdi. Minglagan shahidlarimizning issiq qonlari bedeliga qurilgan bu muqaddas ikki cumhuriyetimiz yillardan buyon xalqimiz tarafidan bir angushtar sifatida qadrlanib kelmoqda va chet ellarda har yili 11-oyning 13 kuni Cumhuriyet günümüz xotirlanib kelmoqda. Biz bu kunni xotirlash orqali Uyg'ur millatining hurlikni orzu qiladigan, o'z-o'zini boshqarish iqtidoriga va yuksak demokratik ong'i ega millat ekanligini namoyon qilamiz. Shundaqla Sharqiy Turkiston xalqining milliy erkinlik irodasini dunyoga jakarlaymiz. Bu ikki cumhuriyetimiz vatanimiz Sharqiy Turkistonning milliy mustaqillik simvoli. Shundaqla bu ikki cumhuriyetimiz qoldirib ketgan qimmatli tajriba savoqlar va jangovar milliy ruh hozir biz davom qildirib kelayotgan Sharqiy Turkiston mustaqilligining qibla-nomisi va xalqimizning ruhiy ozuqidir. Bu ikki cumhuriyetimizni har zaman yod etib turish va uning ruhiga varislik qilish hammamizning milliy va vijdoniy burchidir. Men Amsterdam Dam maydonida yolg'iz kishilik namoyish boshlagandan buyon mustamlika ostidagi millatlarning o'zlarining milliy mustaqillik kunini xotirlash faoliyatlarini ko'rdim. Men ularning milliy mustaqillik kunini xotirlash faoliyatlaridan ilhom ilib Amsterdam Dam maydonida Sharqiy Turkiston Cumhuriyet kunini xotirlashni millat oldidagi mas'uliyatim va majburiyatim deb bilib 2019-yili 11-oyning 16 kuni tunji qitim Amsterdam Dam maydonida Sharqiy Turkiston Cumhuriyet kunini xotirlash faoliyati o'tkazdim. Bu faoliyatga 200 atrofida Uyg'ur qatnashdi. Faoliyatni oldi bilan hayvatlik yangratgan Sharqiy Turkiston davlat marshi bilan boshlab bayroq chiqarish murosimi qilib Amsterdam Dam maydonida oy yulduzliq ko'k bayroq lapildidi. Orqadan bu faoliyatning ahamiyatini 3 xil tilda anlatib, naq maydonda tarqatdim. Bu qitimliq xotirlash faoliyatiga Xitoyning Uyg'urlarga qilayotgan qirg'inchiligi aks ettirilgan 10 xil temadagi plakat bilan 2 qitimliq Sharqiy Turkiston Cumhuriyeti va Uyg'ur tarixi haqidagi plakatlarni tizdim. Bularning ichidagi kishilarning eng diqqatini tortqini bugungi Cumhuriyet kuni faoliyatiga oid 2 qitimliq Cumhuriyetimizning qisqacha tarixiy rasmlari bilan Uyg'ur tarixi haqidagi plakat bo'ldi. Bu faoliyatni tor dunyosida ko'rgan dunyoning har qaysi joylaridagi Uyg'urlarga yestashlik qilguvchi tordoshlardanmi nurg'unlagan tabrik uchurlarini topshirib oldim. Ularning hammasining digidek Uyg'urlarning Xitoy mustamlikasidan qutulib, o'z davlatini qurib chiqishi uchun yaxshi tilaklarini o'qiganda qalbim hayajonlandi. Bizga bu shonliq tarixni yaratgan ajdodlarimizdan faxrlandim. Ularning ruhiga duo qildim. Bu qitimliq faoliyatning amaliy ahamiyatini his qilgandan keyin har yili Amsterdam Dam maydonida Sharqiy Turkiston Cumhuriyet kunini tabriklash faoliyati o'rinlashtirilib, ajdodlarimizning ruhiga varislik qilishni, ular yondirgan chiroqni mangu o'chirib qo'ymaslik uchun buni o'zimga bir mas'uliyat va majburiyat qilib davomlashtirishni qaror qildim. Shuningdan buyon har yili Sharqiy Turkiston Cumhuriyet kunini Amsterdam Dam maydonida o'tkazib kelyapman. Afsus 2024-yili 11-oyda Amsterdam Dam maydonida İsrailiya futbol mastanalari bilan Falastinni qo'llaydigan namoyishchilar o'tirsida to'qinish yuz berish sababi bilan bir mezgil Dam maydonida faoliyat qilish cheklanganligi uchun Sharqiy Turkiston Cumhuriyet kunini xotirlash faoliyatini o'tkazolmay nihoyatda ko'nglim yerim bo'lgan edi.
Davlatni vatanimizda qurishdan burun oldi bilan uni qalbimizda qurayli. Harakatimizda reallikka aylantirayli. Har yili keladigan Sharqiy Turkiston Cumhuriyet kunini har xil shaklda xotirlayli. Keling, davlat bayramimizni birlikda dunyoning hamma yerida turli shaklda tabriklayli. Dunyoga Uyg'urning mustaqillik irodasini bildirayli. Qinamsa 2025-yili 11-oyning 16-kuni Amsterdam Dam maydoniga keling. Sharqiy Turkiston Cumhuriyet kunini birlikda xotirlayli. Dunyoga mustaqillik orzuyimizni birlikda jakarlayli. Mustaqillikni ruhimizda, iddiyamizda, tafakkurimizda, faoliyatimizda, amaliy harakatimizda amalga oshirayli. Abduri Abdurahim G'ini Uyg'ur. Yozilgan vaqti 2025-yili 11-oyning 12-kuni. Mikrofon oldida Qaraxon.